Yolg'izlik darvozasi birinchi qism. Tongda maktab qorong'i yangrardi. Ammo bu gal u quvnoq emasdi. Go'yoki bir narsani ogohlantirgandek. Sevinch yurakdan yurarkan, orqasida pichir-pichir eshitilardi. Hali uydan chiqmaydi. Otasi o'sha voqeani kechira olmayapti. Onasi u xona eshigini ochmaydi. U o'rinni qo'ltirdi. Yonida joy bo'sh, Nigoraniki edi. Ammo hozircha Nigora yo'q. 3 hafta bo'ldi. Sumkasi shkafda, daftardagi oxir yozuv. Agar men yo'qolsam, kim o'zimni eslab qoladi? Sevinch Nigoraning ko'zlarini eslardi. Orzuga to'la, ammo sirli. O'sha ko'zlarda bir kun chaqiriq bor edi. Yordam so'rashli emas, xayrlashuv. Biroz ayanchli. O'sha kechqurun Sevinch Nigoralarnikiga bordi. Darvoza ochiq edi. U yuragidan qo'rqar edi, ammo yuragi yurishni buyurdi. Ichkarida sokinlik. Tokchada rasm. Nigora jilmayapti. Pastda esa bitta qog'oz. Qog'ozda esa shunday so'zlar. Bu uyda so'zlar chiqmaydi. Faqat jimjitlik qichqiradi. Orqa xona tomondan pichir eshitildi. Men hali bu yerda. Sevinch ortga o'girildi. Hech kim yo'q edi. Faqat shams tebranib turardi. U Nigoraning kundaligini ko'rdi. Birinchi betda yozuv: yolg'izlik davo emas. Bu jarohatni sekin o'ldiradi. So'zsizlik.